Alimenti vaqtida olyaptimi? Olib bersa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Nima qilyapsan bu yerda? Maktabdan kelyapman. Ha, bo'pti. Bor, ehtiyot bo'lib uyga yetib ol. Dada, sizni ko'rib qo'yganim yaxshi bo'ldi. Maktabda tutgani sumka yo'q edi. Sumka olib bering. Nima deyapsan? Ayinam o'rganib oldi. Alimenti vaqtida olyaptimi? Olib bersa bo'lmaydimi? Men o alimentlarni senga shu narsa olib bersin deb beryapman. Yo'q, ayam bilmaydi kelganimni. Sizni ko'rib qoldim, aytdim xolos. Ha, bo'pti, chiq. Olib beraman-da endi. Mana marta boshda kelib yurchi. Qani, tanlovchi, Kelinglar. Assalomu alaykum. deyimsiz? Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Tanlamaysanmi? Tez-tez nima qilib turibsan? Vaqtim yo'q meni. Ma qizilmi? Nesi puli? 200 ming so'm. Nima? 200 ming so'mga ham taqasan, bor arzonroqlarini tanla. Alo. Ha? Qanaqadir muallim kansler do'kondaman. Ko'rmaysan, mana aliment olgani yetmaganda qizimjon tortib peshonamga sumka olib bersin dedi. Hozir boraman, sumkasini olib beray. Bo'pti. Baribir mashina tanladingmi? Ha, bo'pti, nesi pul edi? Pulni cho'ntagingizga solib qo'ying, bobocha. Sumkani bu qizchaga o'zim hadya qilaman. Ha, bo'pti. Login kelmasa o'zing bilasan. Bo'pti, sumkani olib uyga o'zing yetib olaverasan, ehtiyot bo'lib.